Assalomu alaykum aziz muxlislar. Suhbat Kamolov kanaliga xush kelibsiz. Bu kanaldagi 3-video serverlar haqida bo'ladi. Serverlar juda ham ko'p ehtiyot qismlardan tashkil topadi. Serverlarning ichida birinchi markaziy CPU protsessorlar bo'ladi. Bu CPU protsessorlar kelgan so'rovlarni, ma'lumotlarni tahrirlaydi. Bu CPUlar ichida ikkita yoki to'rtta CPU protsessor bo'ladi. Ya'ni serverlar ichida ikkita yoki to'rtta CPU protsessor bo'ladi. Faqat oddiy kompyuterdagi CPU protsessorlardan farqi ichida 8 ta yoki 16 ta yadro emas, 64 ta yoki 128 ta yadro bo'ladi. Keyin balki undan ham ortiq yadro bo'lishi mumkin. Bu qanaqa serverlikka bog'liq. YouTube serverimi ulkan yoki millionerlarning uyida turadigan kichikroq uy serverimi? Ana shunga bog'liq. Qanchalik kuchli bo'lishi. Keyin u serverlar bilan birga ikkinchi RAM bo'ladi. RAM sifatida DDR4 yoki DDR5 RAMlardan foydalaniladi. Bu RAMlar markaziy CPU protsessorlar tahrirlaydigan ma'lumotlarni vaqtincha o'zining ichiga saqlab turadi. Keyin 1.0, 2.0 kabi ma'lumotlarni kichik xatolarini to'g'rilaydi, filtrlab. Keyin uchinchi bo'lib SSD yoki HDD qattiq va yumshoq disklar bo'ladi, ichki xotiralar. Bu ichki xotiralarga kamera yozuvlari, videolar, kinolar, multfilmlar va musiqalar yuklanadi. Keyin RAID tizimi ham bo'ladi. Bu RAID tizimi ma'lumotlarni nusxalaydi. Masalan, kamera yozuvlarini faqat bittagina xotiraga yuklamaydi. Nusxalab, bir xil kamera yozuvini 2 ta, 3 ta yoki undan ham ko'p xotiralarga nusxalab joylaydi. Birinchisi ishdan chiqsa, ikkinchisini ishlatish uchun. Keyin to'rtinchi bular bilan birga network tizimi ham bo'ladi. Network tizimi serverlarni global internetga ulashda va serverlarni bir-biriga ulashda yordam beradi. Keyin materiskiy plata, onalik platasi ham bo'ladi. Bu CPU protsessor, RAM, SSD va HDDlarni bir-biriga ulaydi. Serverlarda juda kuchli RAM bo'ladi. Oddiy kompyuterlarning RAM, ya'ni RAM emas, biroz adashdim. Juda kuchli tizim bo'ladi. Bu juda ko'p RAM, CPU protsessor va xotiralarni birlashtirib turadi. Keyin bularni sovutish uchun
ventilyatorlar, kullerlar bo'ladi, radiatorlar bo'ladi. Ba'zan suvli sovutish tizimidan ham foydalaniladi. Oddiy kuller, ventilyatorli sovutish tizimlari prosessorlardan chiqqan issiqlikni radiator teshiklari orqali tashqariga chiqarib tashlab yuboradi. Issiqlikni keyin suvli sovutish tizimi issiqlikni o'ziga olib, suv bug'lanadi, korpus bo'ylab tarqaladi va yana qaytib sovib, suvga aylanadi. Serverlar qayerlarda ishlatiladi? Samolyotlarda, katta mehmonxonalarda, millionerlarning uyida va kemalarda ishlatiladi. Keyin mehmonxonaga borib qolsangiz ham, mehmonxonalarda Telegramdan kino yuklasangiz sifatsiz bo'lishi mumkin. Siqilgan kinolar. Agar mehmonxonadagi hamma mobil internetga ulansa sekin, global internetga Wi-Fi orqali mehmonxonadan turib ulansa ham sekin, chunki juda ko'p odamlar bir vaqtda ulansa, internet sekinlashadi. Shuning uchun mehmonxonalarda ham serverlar bo'ladi. Ko'pincha o'sha serverlarga mehmonlar ko'rishi uchun kinolar, multfilmlar va musiqalar yuklangan bo'ladi. Mehmonlar o'sha serverdagi kinolarni ko'radi. Keyin serverlarni quvvatlash bloklari ham bo'ladi. Quvvatlash bloklari bitta bo'lmaydi. Masalan, YouTube'ning yoki Google'ning serveridagi quvvatlash bloki bittagina bo'lsa, agar o'sha quvvatlash bloki kuchli elektr oqimi orqali birdaniga ishdan chiqib kuyib ketsa, toki quvvatlash blokini yangisini keltirib qo'yguncha YouTube va Google ishlamay qoladi. Shuning uchun 2 3 ba'zan undan ham ko'proq quvvatlash bloklari bo'ladi. Birinchisi ishdan chiqsa, ikkinchisi ishdan chiqsa, uchinchisi ishlayveradi quvvatlash bloklarini. Server doim ishlab turgani uchun eski ishdan chiqqan quvvatlash bloklarini almashtirish oson bo'ladi. Keyin bu quvvatlash bloklari sertifikatlardan o'tgan yaxshi quvvatlash bloklari bo'ladi. O'zgaruvchan elektr tokini server ichiga o'zgarmas elektr toki qilib o'tkazib beradi. Shu paytda osonlikcha qizib ketmaydi. Kanalga obuna bo'ling va like bosim.